Leksimizden başlayımız hürmetlik vatandaş. Birinci islağa 2020 yıl 8. ayının 17. günü hepteki düşenbe. Endelikteki mavzumunda hürmetlik vatandaşım. Amerika-Cungo münasebeti ciddileşti. Pul muamele tömür perdesinin Cungo'da kötürülüşüden ensreşmekte. Mavzulu haber 8. ayının 15. günü ben bir torbeti ilan kılındı. Haber bundan başlandı. Amerika-Cungo münasebetinin ciddileşiyorleşki başladı. Pul muamele uruşumu keskinleşti. Bu keskinleşiş Cungo'nun bugünkü günde yer şahri dolar çestimizinin sırtığa çıkarıp yetişi mümkün. Onun kendiliği tarmak buluş, onun kendiliği geçirinle tarmar buluş karakterlik akıbetten yetip gelişinin ensüreş Cungo'da başlandı. Bir mezgel bu mümkün emas dep qaralgan bu iş emdilikte 101 işi mümkün. Cungo əməldarları və iqtisadşünasları yakınqı bir neçə aydan beri adətdən təşqiri bir halda ən yaman əhvallarını muhakimə qilishqa başladı. O bolsa Cungo'nun isabat birligini dollar bilan boğuşunun sırtığı qıqıb çıxarılıb bitiş. Cungo'nun isabat birligini dollar bilan boğuşunun sırtığı qıqıb çıxarılıb bitilişi yoki Cungo igi bolgan ve saqlab turayotgan bir qism Amerika davlat zayımını Amerikanın musadara qilishi yoki to'nitib qo'yishidan iborat. Ensirashdan sababdir. Bu ensirashlar Beijing'de bir kısım kişilerinin xalq pulunun xalqaro ta'sirini yuqori ko'tarish to'g'risidagi chaqiriqlarga turtki bo'ldi. Şunlaşqı Cungo dollarga tayinib qilishni azaytmoqchi bo'layotdi. Bir qism iqtisodshunoslar Cungoliklar ijod qilgan yuqumli virusga qarshi vaksinani eksport qilganda xalq puli bilan hisobot bo'g'ish tasavvurini o'ttirib qo'ydi. Hamda sipirlashqani xalq puli orqali dollar bilan hisobot bo'g'ishdan oyilib o'tib ketishni tashabbus qildi. Oylab qo'ying, vatandosh, mushi mumkinmi? Vay. Xalq pulini xalqaralashtirish aslida yaxshi ish edi. Bu Xitoy olimlari da'vatgan gap. Shunda qilish kerak edi. Hozir shunda qilish zarur bo'ldi. Chunki Amerika-Cungo ayrilib ketaman da'vatganda xalq pulini xalqaro pulga aylantirish deganlik, dollarning o'rniga o'tish deganlik, joyillik bilan tarishalik qilyotdi Xitoy deganlik. Zada Bankası Şimali Asya iqtisodshunosi Deng Shuang mundaq ko'rsatdilar. Bayonotchi Deng Shuang emas, bu ABC'dagi Deng Shuang mundaq ko'rsatdi. Amerika-Cungo pul muomala sohasida ayrilib ketish tahdidi qosh bilan kirpik araliqqa kelib qoldi. Diqqat. Deng Shuang nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlaridan Junxo Xalq Respublikasi pul muomala sohasida ayrilib ketish qosh bilan kirpik arasiga kelib qoldi. Yaqinda sizlarga so'zlaganlik siyat nima dedi vatandosh? Prezident Trump dediki, kirjash Jungo'da bankadan boshlanadi. Qosh bilan kirpik arasiga kelib qoldi. Bu ikki cho'ng dunyo iqtisod gavdasining Amerika-Jungo'ning butunlay ayrilib ketishi mumkin bo'lmasa-mu, lekin Prezident Trump hukumati savdo, pan-texnika, pul muomala faoliyatlariga munosabatlik halqalik sohalarda Jungo'dan ayrilib ketishni ilgari surdi. Washington Jungo bir qator jazolash usullarini qo'llandi. Washington Jungo'ga bir qator jazolash usullarini qo'llandi. Cümleden Amerika'nın buğaltırlık ölçemlerine doğru gelmeyen Jungo şirketlerinin Amerika'da bazarga çıkışını çekledi.
TikTok, WeChat bilan işletişi çekledi. 11 ayının 3. günü Amerikada saylamga yaqinlab kelgicha vaziyat texmo yomonlashib ketishi mumkin. Jungo Pella Akademisi iqtisodshunosi Si Yuyung'ning Reuters agentligi mundaq ko'rsatdi. Barliq va keng ko'lamli pul muomala urushi allaqachon boshlandi. Amerika Jungo o'rtasida keng ko'lamli pul muomala urushi allaqachon boshlandi. Ajallik taktika dahi ishlatilmadi. O mundaq dedi, Jungo Amerikadan ayrilib ketishga tayyorlik qilishi lozim. Ish intayin eg'er. Herkes sel qarg'ili bo'lmaydi. Tahlilchilar mundaq deyishdi. Washington harakat qo'llanib, Jungoni dollar sistemasining sirtiga qaqib chiqarib yetdi. Balki Beijing Amerika davlat zayyuni bozoriga solib, Amerikadan o'ch oladi. Zayyun boshqaruv idorasining boshlig'i Fang Shanghai mundaq ko'rsatdi. Amerikaning jazolash tadbirlariga o'ng'ayli uchraydigani Jungo banklaridir. İşten avval oldini olish, tayyorlik qilishimiz lozim. O 6 oyda o'tkazilgan bir moliya yig'inida mundaq degan edi. Mundaq ish Rossiyada nurg'un shirkatlar va pul muomala sohasida ham mushu shaklda yuz bergan. Banka va zayyum ishleri iqtisodshunosi Guantao mundaq ko'rsatdi. Beijing Amerikadan ayrilib ketishga tayyorlik qilishi lozim. Zada bankasi iqtisodshunosi Deng Shuang mundaq ko'rsatdi. Beijingning boshqa tanlashi yo'q. Faqat Amerikaning Jungoni dollar sistemasining sirti qaqib chiqarib etishidan iborat. Yadrolik tanlashiga taqobil turmoqdan boshqa chora yo'q.